Assalomu alaykum. Islom Ustoz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli aka-ukalar, mana bugun xudo xolasa yana bir darvozamizni olib kelib o'rnatdik. Hurmatli aka-ukalar, bu darvozamizni Andijonga, Paxtabod qishlog'iga olib kelib o'rnashtirdik. Kimga shunaqangi darvozalar qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Islom Ustozlarining xizmatlarida xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Voha tomonlari kelishilgan holda tayyorlab beramiz, hurmatli aka-ukalar. Bu darvozamizni sizlarga tushuntirishdan oldin sizlarga iltimos qilamiz. Bitta like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Darvozamizning materiallari keladigan bo'lsak, hurmatli aka-ukalar, stoykalarimiz 8 ikkilik bo'ldi. Profillarimiz 6 ga 4, hurmatli aka-ukalar, 1,5 stena, listlarimiz 1/3lik, двойной, mana yuziga yana stikerlavatalar qo'yib, ustiga yana двойной list qoplaganmiz, hurmatli aka-ukalar. 2 ga 2larimiz ham polni, 1,5 stenada, polni qalin bo'ldi. Mashina o'tadigan qismi 8lik shiviller bo'ldi, hurmatli aka-ukalar. Ko'rib turibsizlar, darvozamiz juda ham chiroyli chiqdi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Darvozamizning razmeriga keladigan bo'lsak, eniga 4 metr, bo'yiga 3,5 metr. Shundan narishniga qo'shadigan bo'lsak, ikkala yoniga 480, bo'yiga 4 metr bo'ldi, hurmatli aka-ukalar. Mana girdilari alohida stoykalarga yopishtirib, bunaqasiga 10 sm, bunaqasiga 35 sm chiqarib berdik, hurmatli aka-ukalar. Darvozamizni bitta orqa qismidan ko'rsatadigan bo'lsak, eshigimiz 1 metr ochiladi. Eshigimiz alohida ochiladi, hurmatli aka-ukalar. Bitta ochilib yopilishlarini. Darvozamizning orqa qismi ham juda ham chiroyli chiqdi. Polniy g'ib bo'ldi darvozamiz. Yopiq toshni urvenga o'rnashdi. Ana hurmatli aka-ukalar. Urvenga toshni o'rnashgan hisobga ochiq xayrgobga qo'yadigan bo'lsak, ana shu joyda qoladi, hurmatli aka-ukalar. Mana hurmatli aka-ukalar, ochilib yopilishlarini ko'ryapsizlar. Bu darvozamizni 1 kvadrat metri 800 ming so'm, 850 ming so'mdan tayyorlab beryapmiz, hurmatli aka-ukalar. Двойной, mana shu chetlari, ana tepalarini ham ko'ryapsizlar, двойной listdan naqsh qilib o'ydirib berganmiz. Juda ham chiroyli chiqdi, xudo xolasa. Bu darvozamizning общий summasi 15 million 500 ming so'mga olib kelib o'rnatdik. Hurmatli aka-ukalar, kraskalarimiz ham Mulkraspal Matviy kraska bo'ldi. Kraskalarimizga ham javob beramiz. Xudo xolasa yog'ingarchilikda kraskalar o'zgarmaydi. Quyoshga, yog'ingarchilikka chidamli, xudo xolasa kraskalarimiz. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor aka-ukalar. Voha tomondagi aka-ukalar ham bemalol murojaat qilaverasizlar, faqat kelishilgan holda sizlarga tayyorlab o'rnatib beramiz. Darvozamiz chiroyli chiqqan bo'lsa, kommentariyaga chiroyli chiqdi deb yozib qo'yasizlar, hurmatli aka-ukalar. Ishlarimiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosasizlar. Darvozalarimizda, videolarimizda kamchilik bo'lsa, kommentariyaga qoldirsangiz, keyingi safar xudo xolasa to'ldirib ketamiz kamchiliklar.